Balki sizga ham sun'iy intellekt sizning o'rningizni egallaydi deb aytishgandir. Aslida unday emas. Aslida sizning o'rningizni sun'iy intellekt emas, balki sun'iy intellektni bilgan inson egallaydi. Va biz sizga bu masalada yordam bera olamiz. Tanishing Humblebee Academy. Biz nafaqat AI mahsulotlarimiz, balki AI kadrlarimiz, balki muhandislarimiz bilan ham faxrlanamiz. Bu yerda o'rganish dars bilan emas, balki haqiqiy ustoz-shogird usulida o'rgatiladi va ustoz-shogird usuli bizning faxrimiz va boshqalardan farqimizdir. Keling, yaxshisi ba'zi bitiruvchilarimiz bilan o'zingiz tanishing. Ismim Asadbek. Humblebee AI akademiyasida 5 oy ta'lim olgandan so'ng, hozirgi kunda Humblebee AI kompaniyasida kiberxavfsizlik mutaxassisi sifatida ishlab kelmoqdaman. Ismim Otabek. Humblebee akademiyasida 6 oy ta'lim olgandan so'ng, Humblebee kompaniyasida data science mutaxassisi sifatida 2 yildan beri ishlab kelmoqdaman. Mening ismim Muftam. Humblebee AI akademiyasida 3 oy ta'lim olib, sun'iy intellektning computer vision sohasida 9 oydan beri ishlab kelmoqdaman. Ismim Mo'yin. Humblebee AI Academy'da 5 oylik ta'limdan so'ng Humblebee AI kompaniyasida data scientist mutaxassis sifatida ishlab kelmoqdaman. Ismim Bahodir. Humblebee AI akademiyasida 4 oy muddat ta'lim olgandan so'ng, Humblebee AI kompaniyasida sun'iy intellektning computer vision yo'nalishida ishlab kelmoqdaman. Ismim Shukrullo. Humblebee AI akademiyasida 4 oy tahsil olgandan so'ng, Upwork platformasida sun'iy intellekt muhandisi sifatida faoliyat olib bormoqdaman. Ismim Mironshoh. Humblebee akademiyasida 3 oy ta'lim olib, 1 yildan buyon sun'iy intellektning computer vision sohasida ishlayapman. Men Naqim Arsen. Humblebee akademiyada o'qiganim 5 yil o'tdi. Hozir Quchurda Humblebee kompaniyasida NLP injener bo'lib ishlayman. Humblebee AI akademiyasida 4 oy ta'lim olib, 1,5 yildan buyon sun'iy intellektning computer science va NLP sohalarida ishlab kelyapman. Ismim Sarvar. Humblebee akademiyasida 3 oy ta'lim olib, 9 oydan buyon sun'iy intellektning generative AI sohasida ishlab kelyapman. Ismim Shohrux. Humblebee AI akademiyasida 4 oy ta'lim olib, 1 yildan buyon data scientist bo'lib ishlab kelmoqdaman. Ismim Ma'ruf Sohibjon. Humblebee akademiyasida 5 oy o'qiganimdan keyin Humblebee kompaniyasida DevOps injener bo'lib 1 yildan beri ishlab kelyapman. Mening ismim Bahodir. Men Humblebee akademiyada 6 oy tahsil olib, hozirgi kunda Humblebee AI kompaniyasida NLP sohasida ishlab kelmoqdaman. Ismim Yorjon. Humblebee AI akademiyasida 4 oy ta'limdan keyin Humblebee AI kompaniyasida kiberxavfsizlik bo'yicha ishlab kelyapman. Mening ismim Dilshod. Humblebee akademiyasida 3 oy tayyorlanib, hozirda Humblebee AI kompaniyasida sun'iy intellekt bo'yicha ishlab kelyapman. Ismim Oybek. Humblebee akademiyasida 5 oy tahsil olganman. Shu kungacha Humblebee kompaniyasida computer vision sohasida ishlab kelmoqdaman. Ismim Javohir. Humblebee AI akademiyasida 4 oy tahsil olib, hozirgi paytda 1 yil davomida software engineering sohasida ishlab kelmoqdaman. Humblebee akademiyasi bu shunchaki akademiya emas, balki u haqiqiy muammolarga haqiqiy yechimlarni bera oladigan makon. Bizga qo'shiling va data science, software engineering, computer vision, NLP sohalarida ko'p 1% mutaxassis bo'lib yetishing. Biz bilan bog'laning. Humblebee akademiyasi amaliy tajriba, haqiqiy natija.